Assalomu alaykum akalar. Mana bu bo'ynaki yig'ilayotgan akkumulyator. Mana ko'ramiz, svarka ishi mana shunday bo'ladi. Mana o'rtadan точка. Svarka точечный svarka deydi bu. Mana hammasiga o'rtadan. Svarka ishi nihoyasiga yetdi. Akkumulyator tayyor. Sborka. Mana shunaqa akkumulyator bu. IRF железофосфат 45 amper 72 volt. Endi bunga mana bu protsessor qoldi faqat. Mana shu Jikong BMS ni bunga o'zi qo'yamiz. Mana shu yerlariga bo'ladi bu Jikong BMS. Tak, Jikong BMS 120 amperlik 240 amper pikda beradi. Mana shu ishni hozir davom ettiramiz va shu bilan o'rab taxlaymiz, shu bilan tamom ish. Klientga berib yuboriladi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan yozasizlar. Faqat iltimos Telegramdan yozinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.